Qadrdonlar, men o'g'rini topdim. Endi o'g'ri oldimmi? Hozir men o'zim berdim yaxshi. Premyera kunda Esimdan chiqib ketganda mana shu ro'molim qayerda qoldi ekan deb o'tirdim. Oylar bo'lib ketdi. Mana shu xotin telefon qilib, "Menda ekan" desa bo'ladi-ku. Esidan chiqib ketsa meniki degansizda, ha? Yo'q, meniki deb aytmadingiz, nima kerak demadingiz, bunaqa ro'moldan qirilayotgandir dedim. Kerak, mana. O'raman keyin. Kirsonda yuvib, dazmol qilib, sebiga qo'ymoqchi bo'lganman. Qimmatbaho ro'molni ham mayli berib yubordik. Va o'sha ana premyeraga bordik-ku, biz o'shandan buyon turibdi-da o'zi. Keyingi safar shapka o'g'risi bo'lib ketmayapti. Mana sevimli degan shapkangizni olib keting, mana orqangizdan beryapman mana. Menchi o'g'ri deyman odatda. Tavba qildim. Astag'firulloh. Qarang. Men eshitsa zakalkangiz turibdi oldingizmi? Yo'q, zakalkamam yo'q hozir. Qaqatmaysiz. Cho'ntagingizga tiqib mendan ko'rmang. Qadrdonlar, men o'g'rini oldidan ketib tur. Zakalkangiz topildimi? Zakalkam topildi. Mana shu yerda ekan, ro'mollarim shu yerda ekan, shapkam ham shu yerda ekan. Mana sekin-sekin men izlasam topib yo'qolgan narsalar mana shu Nargizni salonidan chiqadi. Ushangani tashlab qo'ydingiz mana undan. Mana ro'mollar qarang. Turibdi, men yeyman buni. Yaqinda men bezbet bo'lib ketaman. Bezbet bo'lishimga mana shu Nargiz sababchi bo'ladi. Mana kelganimda kofeda shokoladlar berib ketayotganda mana shunday sovg'alar qiladi. Sochlarim kraskalab, kiysim ham chiroyli uchastka. Sizni xalq yaxshi ko'radi, bilasizmi? Hamma yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rgani uchun sizga bir nimalar bergisi kelaveradi. Aynan. Xalq ko'proq yaxshi ko'ringlar, men uyimda kamchiliklarni bitib olsin.